O'tishkalar ham tugadi. Tugab endi bugun maktabda tadbir edi. Ashunga jamiyat esga olishmadi-yu. Qani? Qani? Bir ara alacağım bana. Ha, yine araya. Yürüyün canım. Endi tanishtirib o'quvchilarga Javlon Bedek yozib gaplari bor. Mana o'quvchilarga aytadi, bo'ldi, bo'ladi. Mana aka. Xush kelibsizlar. Ota, biz maktabimizga yangi yil oldidan bizga katta sovg'a bo'ldi. Javlonbek, siz maktabimizga xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Hurmatli o'quvchilar, hozir menimcha bugungi uchrashuv sizlar uchun hayotiylarda mana sizlar hozir mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan 10-11 sinf o'quvchilari sizlarga eng katta motivatsiya beradigan dars bo'ladi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz, xato qilmagan bo'lamiz. Hozir so'zda Javlonbek hozir otaga beraylik, siz endi. Vallahi 6 oktyabr kuni birinchi marta ko'rishgan. Undan keyin 18-da. Undan keyin 15-da. Men ko'p narsani va'da berganman. Bitta emas, ikkita joylarni sizlarga ko'rsataman deb. Bu joylarni birinchisi. Ya'ni shu ulug'larda o'qigan ustozlar bittasi mana o'tiribdi, bittasi mana o'tiribdi. Hozir 20-maktabga boramiz. Agar ustozlar qoladi. Bu maqsad qilingan narsaga erishishlaringizni ko'rsatdi. Ya bu yerda maqtanish, ya bo'lak emas. Maqsadga qo'ysa, hamma narsaga erishishni ko'rsatdi. Shu bilan birga sizlarni 2026-yili ot yili. Shunaqa chiroyli hayotga yo'l qo'yyapsizlar, shunaqa ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Sabab bitta. Bizga buyuk O'zbekistonning buyuk farzandlari kerak. Ular sizlar bo'lasizlar. Sizlar. Shuning uchun mana maktabi. Keyin yana 2 yilga Koreyaga ketib, doktorlikni yo'qlab kelganiga bugun 5-kun bo'ldi. 16-dekabr kuni doktorlikni yo'qlagan. Undan keyin 2 kunga Yaponiyaga o'tib keldi. Undan keyin 1 kunga Qo'shma Shtatlarda yurdi. 1 haftadan keyin mana yo'llarimda tirik yo'l turibdi. Hesabda maqsad bo'lsa, har bitta narsaga erishish mumkin. Savollaring bo'lsa, bo'laklaring bo'lsa, yangi yil bilan tabriklash bilan birga faqat omad tilagani yana otalarimdan ham oldin Mirzayev bilan kelishib turib, ularda 6000 ta, ularda 380 mingta nuronilarning nomidan sizlarga obro' tilashdi. Hech kimdan kech qolmaylikda maktabdan ham oldin tilaylik biz degan maqsadda kirdik. Har doim omadli bo'linglar, bo'lar bo'linglar, qanday baxtsizlar. Bugun mana shu sinfdagi bolalarni mana shu maktabda bugungi ertalabga respublika bo'yicha 11 mingta odam sizlarni ko'rdi. Sizlar maktabdan chiqib ketganlaringcha bu ham internetga qo'yiladi. Sizlarni respublika bo'yicha balkim 30 ming, balkim 50 ming odam ko'radi. Biz sizlarni yuzlarini ochamiz degan. Har doim baxtli bo'linglar. Mana shu bolani 1-sinfda uyga olib kelganman. 1-sinfda. Hesabda yaxshilik bilan bo'laverar ekan. Mana ustozlarni o'qitgan.
hozir 20 maktabda ayolda 2 sinf 44 ta bola ustozlarim tutib turibdi. Biz faqat oq yo'l tilagan keldik xolos. Javlonbek bu yutuqlarga erishish yoki bunaqa o'sha Koreya davlatida o'qish, bu yerda mana ham bakalavr, ham magistratura, ham doktorskiy yo'llash bu albatta tagda mashaqqat, mehnat turadi. Siz bergan maslahatlar bular bolalarimizga kelajakda katta ilm yo'lida xizmat qiladi deb o'ylayman. Marhamat. Siz Javlonbek. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar, hammalarni ko'rib turganimdan juda xursandman va hayajondaman to'g'risi. Hozir gaplarim kelmasligi mumkin. Avvalambor hammalarni kirib kelayotgan yangi yil bilan 2026-yil bilan tabriklayman. Shu paytgacha, 11-sinf ekansizlar, shu paytgacha olgan biliminglar, harakatinglar hammasi yangi yilda yangi omad, yangi muvaffaqiyatlar, yangi rivojlar bilan xursandchiliklar bilan davom etishini tilab qolaman va ustozlaringlarga ham kattakon rahmat aytmoqchiman. Sizlarga shuncha yillar beri ta'lim berib, bilim berib, sizlarga maslahat berib, to'g'ri yo'lda ko'rsatib kelgan ustozlarimiz ham yangi yillarda ham sog' salomat bo'lsin, sizlardan keyingi sinflarga ham ta'lim berishda charchashmasin, umrlari uzoq bo'lsin. Nima deydi, bular berayotgan bilimlar oltinga teng. Shu mehnat yo'lida har doim sog' salomat erishishlarni tilab qolaman. Rahmat. Javlonbek, hozir siz endi qayerdan keldingiz, qayerda o'qiyapsiz? O'quvchilar Qizilda kim olib kelib qo'ydi hozir bizga deb o'ylanib o'tirishgandir. Bu yerda o'zingizni ana shu o'qishlaringiz, qanaqa nimalarga o'qish kerak, nima qilish kerak, qanday qilib erishdingiz, mana shu yutuqlarga, shular haqida mana shu o'quvchilarimizga ozgina o'zingizni tushunchalaringizni bersangiz. Ularga ham qiziqish katta, juda xudo xolasa, ular bitirsa, chetga boradigan o'quvchilarimiz ham bor. Mana nima Behruzbek Koreya kecha biturmay oldi, mana to'pchiga oldi, to'pik 3 oldi. Bizda ham o'quvchilarimiz ko'p. Mana kecha yana 7 mi? IELTS oldi. Mana IELTS oydinay o'tiribdi. Ko'p o'quvchilar shaka IELTS olishadi, sertifikatlar ko'p, hamma fanlardan ham bor. Shuning uchun endi siz ham ozgina ularga motivatsiya berib qo'ying. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, men ham shu Ulug'norda shu yerda o'qiganman. Sinfdan boshlab ustozimiz maktabimiz direktori bo'lganlar, 20-maktabda o'qiganman. 9-sinfgacha. Undan keyin Andijonda litseyda o'qidim, keyin diplomatiya universitetiga kirib bu yerda o'qidim va diplomatiyada 3-kursligimda grant yutib Koreyaga o'qishga ketdim. U yerda Seulda o'qib, qaytib kelib bu yerni bitirib, keyin ishladim. Umuman va yaqinda o'tgan yili ketgandim yana Koreyaga grant bo'yicha, Koikan granti. Bu yerni ham bitirib, qaytib keldim hozir. Shu paytgacha olgan nima deydi, bilimlarim, o'qishlarda hammasi grant bo'lgan va bu o'sha grant bo'lishida eng katta sababchi mana shu Ulug'norda olgan bilimim deb o'ylayman. Chunki maktabda olingan bilim baribir siz umumiy dunyoqarashingizni, umumiy dunyoga bo'lgan qarashlaringiz, fikrlaringizni rivojlantiradigan, umumiy bilim olib tasavvurlaringizni boyitadigan, tayanch bo'ladigan bilim deb hisoblayman. Va mana shu yerda olgan bilim, ko'nikmalar hammasi meni keyingi yillarda erishgan hamma yutuqlarimni poydevori asosi bo'lgan va ustozlarimizdan olgan bilimlar orqali shu yutuqlarga erishganmiz deb o'ylayman. Bizni paytimizda ishladim. 4 yil keyin raqamli texnologiyalar vazirligida hammasi ta'lim bilan bog'liq. O'zim yoshligimdan shu ustozlarimiz bizga bergan bilimlar orqali ta'limni yurtimizni rivojlantirishga va odamlarimiz hayotini yaxshilaydigan asosiy kuch baribir ta'lim deb hisoblayman. Shuning uchun ta'lim yo'lida ishlashga qaror qilib shu yo'ldan ketdim va shu sizlarni davranglarga kelib mana ancha yaxshilaryapti, yana ham yaxshilanib boradi xudo xolasa. Rahmat. My name is Khazir Mahmoud. Nice to meet you.
O'zingizda. Javobi sizga savol. Siz savol beraylik, men javob beraman. Ingliz tilida beravering. Ingliz tilida. I don't know what to say. Okay, Mahnur, right? Yeah, nice to meet you. I'm very glad to see you here. Mahnur, you must have a lot of dreams or plans for your future because you are a graduate student. Can you please share your next plans for next year, next upcoming 5 years? Where do you see yourself, or where are you going to apply for the university? Well, I have a lot of dreams for the next year. For example, I can see myself in the university, and also I will study and gain lots of information there. And so I, how can I say? Which university you are going to apply? Jahanpur. World languages. Thank you. Yeah. Good luck. Good luck. I wish you good luck. So all of you. Dalala? My name is Akbar Adalam. Nice to meet you. Nice to meet you. How many countries have you been to? Well, not many, not many, but I'm planning, after visiting several countries, like South Korea, Japan, US, and others, the traveling and visiting other countries is one of the best feelings ever, I can say, because you will discover a lot of new things, new places, new people, new culture, which broadens your worldview, point of view, everything. So, although the countries where I visited is not so many, but in the future I'm planning to travel a lot. Yeah, I also recommend you to grab the opportunities because you have a lot of opportunities here. Now you can study in foreign countries abroad. You can visit other countries, which is much more easier comparing to our time. So I strongly recommend you to visit, travel a lot. Thank you. Thank you. Charles tilida gapiryapmiz. Korean she is speaking. My name is Agnoy. I don't know what to say, but actually I also want to apply for diplomacy, and I want to work in international relations, and I will be so glad if you give me more information about your studies. Thank you very much. I'm also very happy that there are some students who want to apply for University of World Economy and Diplomacy, which I still consider one of the best universities in our country. Not just because of it's my alma mater, but it's for real, it's one of the best universities. According to my experience, I can say that first, you are going to apply for International Relations Department, right? Which is same with me. I also applied. I also studied at this major. One of the things you should know before applying is, studying is not going to be so easy. You should know. You should be well prepared because competitive is much higher compared to other universities. And you should study history, international relations more, because one of the realizations that you know is history is a great teacher, not for your studies, for your decisions, for your future also, because everything that is going to happen already happened in the past, that you can take some lessons from the previous events, right? So the same with diplomacy. You should study history a lot, languages. The more languages you know, the better you can the better you can achieve more. In addition to English, you should study Russian, because for our case in Uzbekistan, a lot of literature they are still in Russian. Although you can find a lot of information in English, but a lot of good literature are in Russian. And in diplomacy, you will take another second languages. Mine was Korean.
So you can choose another language. And my recommendation, starting from second year, you will start learning another language, but you should make sure to choose one of the good languages as a second foreign language, and try to start learning that language earlier, so that you can improve your skill from that language faster, quicker compared to your friends. Thank you. Thank you. Oydin yaqin dars topshirganda nima 7 ball olsa puli to'lovni qaytarib beriladi ekan. Shunda 7 ball olganda to'lovni qaytarsang nima qilamiz deganda Ayas aytgan ekan, qaytarilgan to'lovga maktabingga, kutubxonasiga kitob sovg'a qilaman deb. Hozir Oydin Ayas mana shu kitoblarni maktabga, kutubxonaga sovg'a qilib berib ketdi. Kutubxonachimiz hozir o'qishda dedim. Endi mana shuni kutubxonamizga rahmat aytamiz. Katta sovg'a bo'ldi bizga. Kitoblarimiz Ben o'zim ham koreys tilida endi 30 yoshdan oshib ketdim. Sizlar yoshsizlar. 30 yoshgacha lekin necha marta imtihon topshirgan bo'lsam, hammasini qaytarib olganman. Bu ham davlatimizning yoshlarga berayotgan zo'r imkoniyati. Koreys tilidan, ingliz tilidan 3 martadan IELTS boshqalar qaytarib oldim. Juda ham yaxshi imkoniyat. Sizlar ham hammanglar topshirib qaytarib olinglar. Bu nima edi? Zo'r imkoniyat. Biz paytimizda yo'q bo'lgan imkoniyatlardan. Yana rahmat sizga. Mana ancha o'zimiz ham qiziqarli suhbatlaringga juda havaslarimiz keldi. Xudo xolasa kelajakda o'quvchilarimizga ham omad tilaymiz. Shunday Javlonbekni mana ortidan Javlonbekka o'xshagan shogirdlar, o'quvchilarimiz yetishib chiqsin. Rahmat Javlonbek, katta omad. Mayda biz ikimiz ichida sal tushunmadik. Afsus qildik, yettaraga tug'ilib qo'ygan ekanmiz. Tilimiz sal shirin bo'lardi deb. Ingliz tili shirin til ekan. Ayniqsa qizlar gapirganda yaxshi chiqar ekan. 5 ta gaplashganga Javlonni nomidan 5 ta kitob. Qani ingliz tili gaplashganlar. Bitta savol. Mohinurcha. Senga do'stlik turlar tushdi. Ikkinchisi. Oydin. Qani 4 ta bitta qizim bor edi. Yana ingliz tilidan sertifikat olgan qizlarimiz bor. Bormi? Sertifikat Mana bizgacha tarix fanidan Ol ana. Endi bu kitobga aşkını ustozlarimiz yuragi kuygan 15-kun. Mayda yozuvchini o'zi qo'l qo'yib qo'yibdi. Buni ustozlar. Rahmat. Agar ruxsat bersalar, yangi yilda yangi omad. Sizlar bilan biz ham 75 ga kirgan bo'lsalar, bu ham 75 ga borayotgan bo'lsa, yana 20 yildan keyin o'lib o'sganlaringda bu ayam 70 ga borgan bo'ladi, bu 65 ga kirgan bo'ladi. Kelib shunday bolalarga yonida, kelajak avlodga yonida yana 12 yildan keyin ya 15 yildan keyin mana shunday gaplashish, bitta ingliz tilida emas, nemis tilida yangi yilda avvalambor ota-onalaring sog' bo'lsin, yurt tinch bo'lsin. Shunday sharoit yaratib bergan rahbarlar tinch bo'lsin. Har doim baxtli bo'linglar. Biz imkoniyatda yani Javlonni olib kelayman deb. Javlonni aytib qo'ydim. 189 bo'lsa boraman men yangi kitobim bilan dedi. Bu 92-yilda tug'ilgan, nariga Javlon 91-yilda. O'sha kimdir yilini ko'rgani aytgan. 91-yil Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan. U ham ishqibozchilarni ko'rgan. O'qish yaxshi,
xulq odob. Bugün boshlanmagan ish ertaga tugamaydi. Hesabda 1 minutda o'tkazmasdan xulqingizga, odobingizga, bilimingizga, yurish turishingizga buyuk O'zbekiston uchun buyuk bo'lib yetishaman deb turib harakat qiling. Har doim omadli kesib yillaying. Fizika matematikada, fizika matematika masalasi. Yaxshichilik yaxshi, zo'r. Yaxshichilik yaxshi. Qarab ko'ramiz. Endi hamma universitetda computer science bor, software engineering va topshiringda alantiga topshirib, agar kontrakt bo'lib qoladigan bo'lsa, 50 million bosish kerak. Tayyorlik bor. Jamg'armasi bor, o'sha davlat to'lab beradi. Endi Yonse, Koryo yoki Kays shular IT yo'nalish bo'yicha yaxshiroq o'zingiz ham bilasiz. Ularga topshirsangiz, mabodo kontrakt bo'lib qolsangiz ham qimmatroq bo'ladi. Lekin hammasi top 300 taniydi. 100 taniydi bittasi. Top 300 taniydi. 50 million topshirsangiz berishadi. 50 million orqali kontrakt bo'lib qolsa-da, baribir maqsad qaytish-ku, to'g'rimi? Qaytadi. Xudo xohlasa omadini bersin. Qaytib, mabodo kontrakt bo'lib qolsa demoqchiman. Kontrakt bo'lib qolsa 50 million topshirib, qiynaladi. Bu agentstvalar orqali topshirish kerakmi yoki o'zi topshirsa ham bo'ladi? Bu yuqori universitetlarga o'zi topshirsa ham bo'ladi. Darajasi yuqoriga topshiruvdi, imkon boricha. Darajasi pastroq universitetlarga shu agentlik orqali olishadi. Prямо topshirsa bo'laveradi darajasi yuqoridan. Anaqa, imon qaramay nomer olib, Telegramda yozing, maslahatlar. Sizga o'xshab yursanglar ham. Savlat yaxshi. Mahmudov Bag'dod debdi. Rustam Mahmud. Yerda kelgan akamiz bitta ko'rishib turaylar deb turib ko'rishadi. Aytganmi unda? Iloyim uzun bo'lsin. Yaxshi joylarda o'qib, oliy ta'limlarni magistraturasi qo'yinchi undan keyingi ta'limlarni ham olib, shu maktabda o'qib bitirib ketgan Javlonbekka o'xshab doktorlik ishlarini ham yo'qlab, yana bir necha yillardan keyin shu maktabga kelib mana bunday uchrashuvlar degan narsani amalar. Avvalo bu yetarli bo'ldi. Odamlar Allohga ibodat qilgani boradigan joy. To'g'rimi? O'shada shunaqa bitta qonun bor-da. Shunda qonun shundayki, masjidda birinchi qatordan o'tiriladi. Birinchi qatordan o'tiriladi. Birinchi qator bo'lgandan keyin ikkinchi eshiklar birinchi kursda. Qo'ying kelib, agar o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, mayli birinchi qator o'qituvchilar uchun hurmat yuzasidan qolsin bo'sh joylar. Ikkinchi qatorda bir vaqtdan chiqib o'tirib, hamma teg jim quloq soladi. Sizlarga iltimos. Mana bu yerda meni o'quvchilarim o'tiribdi. O'quvchilarim mana shu yerda men maktabga direktor bo'lib ishlaganman. Bilasizlar, maktabga direktor bo'lib ishlaganman. Litsey vaqtida ham, gimnaziya vaqtida ham. Agar bitta o'quvchi ochiqcha gapiradigan bo'lsa, mendan eshitgani eshitadi. Mana aytsin o'zlari. Mana shu 2-qavatda, 3-qavatda shunday polda yurishi, polda rasmingiz ko'rinadi. Chunki ayerga tapishkalarini qo'yib ketyapti, kelib, oyoq kiyimini yechib, tapishkasi bilan yurib, zallarga paloqlar soldirib qo'yganmiz, gilamlarlar. Aziz o'quvchilar, mana shu 20-maktabda bir necha yildan oldin o'qib, juda ham yaxshi o'qib, o'zini odobi, axloqi, yurish-turishi hamma tomonlama ko'pchilikka o'rnak bo'lgan shu maktabning o'quvchisi Javlonbek bilan bir uchrashib ketdim deb sizlar to'pladik. Javlonbek bu yerda bitirgandan keyin oliy ta'limda o'qidi, Koreyada o'qidi, xalq ta'lim vazirligida ishladi, qator tashkilotlarda ishladi. Axborot texnologiyalari bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'ldi-ku. Mana hozir shu 16-dekabr kuni, 2025-yil 16-dekabr kuni Koreyada doktorlik ishini himoya qilib
uyga keldi. Uyga kelishimizda maqsad bugun shu Javlonbek bilan sizlarni uchrashtirgizib, sizlarga bo'lgan shu e'tiborini, ilmga bo'lgan e'tiborini, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, qanday holatlarda o'qidi, bularni bir og'iz sizlar bilan o'rtoqlashsin deb hozircha hojatlar bilan taklif qilib Baliqchidan olib keldi. Hozir so'z navbatini ota gapirsin. Qodir otaga bersam-da, ikki og'iz kirish so'zi qiladi. Vallahi biz sizlarni ko'cha-ko'yda, maktabda ko'p ko'rishganmiz. Eslarimiz bo'lsa 14-noyabr kuni noyabrimizni ko'rishganmiz sizlar. Men o'shanda bitta gapni aytganman. Meni eng kenja o'g'lim 39 ga kirgan bo'lsa, birinchi sinfga 7 yoshga kirgan bo'lsa, 32 yildan beri shu maktabga kelaman ekan. Har yili 2 marta, 3 marta kelaman. Ko'pam kelaman. Nimaga deb aytganman o'tgan safar. Meni bolalarimni tarbiyalagan uchun. Meni bolalarimni ko'kka chiqargan uchun. Ota-ona har bir farzandni dunyoga keltiradi. Lekin ko'klarga ko'tarish ustozlar. Biz ozmi ranjiganimiz bilan aşkını aşkını turup arayımı bu maktab başında yurt ki prezidenti okutkan okutuvcusu geldi gel başla. Koyman doğru der oldu. Bir 11'de bitti yaptı da doğru der. Neden temaslıkı mümkün? Ben ko'rganim için, şunu amalga oshirsa, bo'lisini ko'rganim için kelaman yo'ldoyimga. Harakat qilsa bo'lisini ko'rganim için. Qolib 22 yil ichida, 22 yil ichida 3 ta davlatda niyat qilganman. Koreya, Yaponiya, Xitoy. Bilasizmi? Maqsad aka. Mana Koreyaga bitirdi. Doktorlikni ham Koreyaga qildi. Benimkida katta o'g'lim Xitoyda bitirdi. Toshkentda ishlaydi. Yana bitta nevaram Yaponiyanikini bitirib, hozir Toshkentda Yaponiya nimasida ishlayapti. Niyat qilsangiz, harakat qilsangiz bo'lar. Mashina, uy, pul, hech narsa emas bular. Bu narsalar o'tkinchi narsa. Ertaga birga aytaman. Insonni 3 ta do'sti bordi. Birincisi uyda qolar. O uyimiz, mashinamiz, pulimiz. Ikkinchisi qabristondan qochib keladi. O sizni olib qo'ygan, olgan yordamchimiz qolmas. U yerda o'zingiz qolasiz. Kimlar qolar? Biz gapirgan gaplarimizni esdan chiqardik. Oq yo'l keladi. Oq yo'l. Yangi yil sizlarga shunday baxt keltirdim. Ot yili dedi. Qallangizni tikka ko'tarib, bilimli olaman. Yaxshi xulqli olaman. Ota-onamga yordam beraman. Mamlakat uchun kurashaman. Deb hozirda boshlang yetadi bu sizlarga. Bizni yomon ko'rsangiz ham ketamiz.
Chunki meni eng yaxshi farzandlarimni tarbiyalagan yer. Sizlardan ham xuddi shunaqa farzandlar chiqib, 15 yil, 20 yildan keyin shu yerga kelib, shular kuyuni bizdan erishdik shunga degan ulug' odamlarni ko'rgimiz keladi. Hozir baxtli ular. Mana shu maktabimizda o'quvchisi baland ketgan bo'lib yo'qdi. Bolalar 22 kun kelgan. Bugun necha? 4 kundan keyin yuragi bo'lmasa shu maktabni to'plablar. Rahmat aytib keladi. Bolalarni ko'ray deb kelyapti. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Hammalarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men ismim Javdon. Shu maktabda o'qiganman 2001-sinfdan boshlab 2009-yilgacha. Yuqorida ustozimiz direktorlik paytlarida o'qiganman. Bobom gapirib o'tdilar. Hozir hayajondaman, to'g'risi. Men ko'p hozir ta'riflashda qayerlarda o'qigan boshqa deb. Ko'p joylarda o'qigan bo'lsam ham, qayerlarda ishlagan bo'lsam ham, lekin menga doim eng qadrli joy mana shu maktab. Shu maktab bo'lib qolgan. Juda ham har safar O'zbekistonga kelganda yoki Ulug'norga kelganda kelishga harakat qilaman. Nimaga juda ham qadrli joy. Qancha sizlarda ham bo'ladi, qachondir ketib, keyin qaytib kelganinglarda yorqin xotiralar, bolalik, do'stlaringiz, birinchi ustozlar, shu yerda olgan bilimlar, ko'nikmalar hammasi mujassamlashgan bir yorqin xotira bo'lganligi uchun ham har doim kelgim kelaveradi maktabga. Sizlar o'quvchilar bilan uchrashgan, ustozlar bilan uchrashgani. Endi vaziyat taqozosi bilan ko'p ham kela olmaymiz, imkon bo'lmay qoladi, lekin aytmoqchi bo'lganim, sizlar O'zbekistondagi eng yaxshi maktabda o'qiyapsizlar. Shaxsan men uchun shunaqa, bu maktab shunaqa atmosfera beradigan eng zo'r ustozlar bor. Hozir ustozlarimiz hammasi ko'p, bu yerda ustozlarimiz ham Gulshanoy ustozimiz, Umid opa, Seva opa, boshqalar, hamma ustozlar, eng yaxshi ustozlar mana shu maktabda. Men keyinchalik chet elda ham o'qidim, ko'p joylarda ishladim. Ayniqsa chet elda o'qib yurgan paytda endi maktab sizga umumiy bilim beradigan, dunyoqarashingizni o'stiradigan, hamma fanlar bo'yicha sizga boshlang'ich, tayanch, baza, asos bo'ladigan bilimlar beradigan maskan. Va mana shu yerda olgan bilimlarim, meni shu yerda o'rgangan narsalarim butun hayotim davomida shu paytgacha bo'lgan. Rosa menga asqotdi, yordam berdi. Ayniqsa chet elliklar bilan o'qiyotganda o'zim faxrlanadigan narsam, kimdir men mana bu davlatdanman desa, men sirazi qaysi qit'adaligini, qayerda joylashganini, atrofda qaysi davlatlar borligini, aholisi qancha, poytaxti qaysi, bayroq qanaqa bitta aytib beraman, ular hayron bo'ladi. Ularning ko'pchiligi O'zbekistonni ham bilmaydi, qayerda joylashgan. Chunki Gulshanoy opa bizga geografiyadan juda ham zo'r dars bergan. Hamma davlatni tanishtirib, yodlatib, kerak bo'lsa qo'shimcha ma'lumot, juda ham qiziqarli dars o'tadilar. Sizlar ham hozir o'zingizlar ham guvoh bo'lsanglar kerak. Geografiya, keyin iqtisod bo'yicha dars berganlar bizga eng yaxshi ko'rgan fanlarimiz edi. Rahmat ustoz. Ustozlarni qadriga yetib, bu yerda hozir ko'pchiligimiz 9-birinchi sinfda bo'lsa kerak, 9-10 sinflar vaqtida kam qolyapti, lekin foydalanib qolishinglarni so'radim. Chunki biz o'zimiz shunaqa bo'lganmiz. Ustozlarimiz dars tugagandan keyin ham imkon boricha olib qolishga harakat qilardik. Biz ham nima deydi? Bizni paytimizdagi o'quvchilarni bitta yutug'imiz o'zimiz uchun shaxsan unaqa juda yaxshi o'qigan, dars paytida yaxshi o'qigan emas, lekin uyalmaganimiz deb o'ylayman. Ustozlarimizdan so'rashgan, bilmagan narsamizni so'rashgan. Imkon boricha darsdan keyin ham ularni olib qolib, ustoz mana shu narsani qo'shimcha o'rgatib bering yoki bitta qaytarib bering, shu narsani tushunmay qoldim, tushuntirib bering desak, hech qachon yo'q deyishmagan. Hozir ham yo'q deyishmaydi.
shu imkoniyatlardan foydalanib qolishingizni so'ragan bo'lardim. Chunki shaxsan men o'zimda shu ustozlarimiz yordamida ozmi ko'pmi qanaqadir yutuqlarga erishgan bo'lsam, shu ustozlarimizni, shu maktabni yordami deb bilaman va shuning uchun bu maktabdan juda ham minnatdorman. Sizlarga ham eski yilda erishgan yutuqinglar, boshqalar olgan biliminglar yangi yilda yana ham rivojlanishida. Yangi yilda yangi omad, yangi quvonchlar bilan, yangi maqsad, rejalar bilan o'tishinglarni. Bitiruvchi sinflarimiz bo'lsa, yangi yilda oliy ta'lim o'quv yurtlariga o'zlari xohlagan yo'nalishda grantga, davlat grant asosida talaba bo'lishlarini tilab qolaman. Ustozlarimizga ham sizlarga, yoshlarga, o'quvchilarimizga bilim berishda charchamasliklarini. Fidoyi dunyoda eng sharafli kasblar ustozlik, o'qituvchilik. Mana shu fidoyi kasbingiz yo'lida hech qachon charchamasliklarini, tan joninglar sog' salomat bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin tilab qolaman. Hammalarga rahmat. Kutilmagan, vaqt tig'izlikda kutilmagan uchrashuv bo'ldi. Shuning uchun hech qanaqa tayyorgarliksiz boshqalar o'shanga kimlardir savol bo'lsa yoki kimlardir taassurotlari bo'lsa bo'lishib gaplashsa yaxshi bo'lardi, menimcha. Men o'zim ham maktabda qanaqa bo'lgan yoki keyinchalik nima qilganlarimni kimgadir qiziq bo'lsa bo'lishim mumkin. Rahmat. Savollar bormi? Javlonbek, agar o'qib chiqqani yo'q, mana birinchi doktor. Ham doktori. Marhamat. O'qishim haqida gapiradigan bo'lsa, 2009-yilgacha shu yerda o'qiganman, shu maktabda. Undan keyin litseyda 2012-yilda Toshkentda diplomatiya universitetiga kirganman. Kimdir diplomatiyaga kirmoqchimi? Kimdir tayyorlanayotganlar bor? Diplomatiya universitetiga kirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, tavsiya qilaman. Kiringlar. Hali ham eng yaxshi universitet. Asosan men uchun shunaqa. O'zimni universitetda bo'lgani uchun emas, haqiqatda yaxshi universitet. Diplomatiyada o'qidim, undan keyin Koreyada ikkinchi mutaxassislik bo'yicha o'qidim. Qaytib kelib ishladim. Xalq ta'limi vazirligida, raqamli texnologiyalar vazirligida. Endi ishim qayda ishlagan bo'lsam, hammasi ta'lim yo'nalishida bo'ldi. Ta'limni boshqaruv yo'nalishlarida, ta'lim bo'yicha turli loyihalar amalga oshirdik. Nimagaki o'zim chet elni ko'rgandan keyin, katta bo'lganimdan keyin, umuman sal hayotni tushunganimdan keyin, umuman insonlarning hayotini yaxshilaydigan, umuman davlatimizni rivojlantiradigan, umuman oddiy aholini hayotini yaxshilaydigan eng katta kuch baribir ta'lim ekanligiga ishonganim uchun ham shu yo'nalishda ishlashga harakat qildim. Chunki ta'limi rivojlangan yurt, yoshlari aqlli bo'lgan, dunyoviy, kerak bo'lsa diniy bilimlar olib, zamonaviy bilimlar olib rivojlanishga ixtirolar qiladigan, yangi g'oyalar, yangiliklar, yangi innovatsiyalar olib keladigan yoshlar o'sha davlatni rivojlantiradigan asosiy kuch. Bu ularni tayyorlaydigan asosiy narsa esa ta'lim, sifatli ta'lim. Ana oxirgi yillarda juda ham ko'p rivojlandi. Shu ta'lim yo'nalishida ta'limga ishonganligim uchun shu yo'nalishda ishladim. O'tgan 2 yil davomida yana Koreyada edim, Hanyang universitetida sun'iy intellekt, ya'ni asosan ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish yo'nalishi bo'yicha o'qib keldim. Endi mana shu o'rgangan narsalarni O'zbekistonda tatbiq qilishga harakat qilaman, xudo xolisa. Rahmat. Savollar, marhamat. Oxirida Rejalashtirayotgan davlatingiz qaysi yana boradigan? imkon bo'lsa, nima deydi? Shu paytgacha endi bir ikkita davlat ko'rgan bo'lsam, bir nechta, bundan olgan eng katta xulosalarim, eng katta o'rgangan narsam shuki, o'zim uchun imkon borida iloji boricha ko'proq davlatga, ko'proq joyga chiqish kerakligini angladim. Nimagaki, qaysidir begona yurtga borganingizda bu sizga yangi bilim, yangi dunyoqarash beradi.
Bu o'sha yangi madaniyat, yangi til, yangi kerak bo'lsa yangi oziq-ovqatlar boshqalar. Bu siz shaxsan o'zingiz tajriba orqali o'rganadigan katta bilim, tajriba. Endi imkon bo'lsa bundan keyin ham ko'p davlatlarga borishni xohlayman albatta. Bundan asosiy maqsad esa o'rganish. Ya'ni o'sha davlatlardan nimadir biz o'zimiz uchun olishimiz bo'lgan narsa, O'zbekistonga tatbiq qilishimiz bo'lgan mumkin bo'lgan narsalarni xohlayman. Sizlarga ham Fikrimcha, intiluvcha, haqiqatan ko'p narsani bizdan so'rab, yangi ideyalar yaratadigan bola edi. Borib mana Toshkentlarda o'qib, chet elda o'qib, shunaqa ta'limga bo'lgan haligi nimani yangiliklarni kiritdi. O'tgan yili kirgi darsimizda 21-maktabda bordik. Ash intellektual nimani o'rganamiz deb Koreyada yaratgan g'oyalari deb turib Jalomiyni chiqardi ekranga. Ko'rib shunaqa faxrlanib ketdim. O'quvchimiz shunchalik darajada chet elda o'qib, shunaqa bir unaqa g'oyalarni yaratib, hatto bizga mana tatbiq qilib o'rgatishga jo'r bo'lganiga xursand bo'ldim. Rahmat, mana endi biz o'rgatibmiz aka, endi bu yoqdan biz o'rganamiz ekan. O'rganib shogirdimiz o'tib ketdi. Rahmat sizga, ishlaringizga omad. Bundan keyin ham hayotingizda yana ham yangiliklar ko'p bo'lsin. Domla rahmat sizlarga. Mana shu tumanda 42 yildan beri yashayotgan bo'lsam, shuning ichida bizni tumanimizdan rayondagi 3-fan doktori. 3-fan doktori. Falsafa fanlari doktori bo'lib 18-maktabda Zafarbek, 11-maktabda o'qishim bor edi, hozir ona tili adabiyotlarga universitetda ishlaydi. Jaloliy mana 3-fan doktori bo'lgan. Bu bilan nima demoqchiman? Kim o'qisa, izlansa, ustozlarning hurmatini joyiga qo'yib, so'rab bilmaganini so'rab o'rgansa, ertaga kelajak sizlarniki. Qodrat aytmoqchi. Kelajak sizlarniki. Shuning uchun avvalo Jalolbekka juda katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. O'zini vaqtini ayamay, ikki og'iz bo'lsa ham shu ustozlarni so'rab ketay, maktab o'quvchilari bilan ularga bir motivatsiya berib ketay deb mana vaqt ajratib, shu tumanlarda kelibdi. Rahmat. Omadini bersin. Yangi yillar muborak bo'lsin. Qodrat aytmoqchi, yangi yil 2026-yil bu ot yili. Ot yili Murod yili bo'ladi. Murodlaringizga, maqsadlaringizga 2026-yilda yetinglar. Doim sog' salomat bo'linglar. Yaponiyada shunaqa maqol bor ekanda, bu maqol shunday ekanki, ustozni soyasini ezmaslik uchun, tepalab ketmaslik uchun ustozni orqasidan 7 qadam orqada yurish kerak ekan. Tushunyapsizlarmi? Nima uchun Yaponiya rivojlanib ketgan? Ustozlarni hurmat qilgani uchun. Bundan keyingisi mana Singapur. O'sha joylarda ham ustozni hurmati yuqori bo'lganligi uchun shu darajaga yetyapti. Qachonki O'zbekiston ham ustozlarni shunchalik darajada ehtirom, hurmat ko'rsatadi, biz bundan ham o'tib ketamiz holatda. Jalolbek, rahmat, sizlarga omad, salomat. Endi aslida keyin kelganimizda hammalarimizga yetarlicha kitob bilan kelamiz. Buni hozir Jalolbek mayli. Bir defa qabul qiling, maktab kutubxonasiga berib qo'yadi. Jalolbek berib qo'yadi. Eng yaxshi ko'rgan narsam kitob o'qish. Sizlar o'qiydi hamma, hozir juda ham imkoniyat ko'p. O'qisanglar kerak, sizlar ham imkon bo'lsa ko'proq kitob o'qiydi. U farqi yo'q. Badiiy kitob bo'ladimi, ilmiy kitob, boshqacha kitoblar. Kitob o'qish sizni tasavvuringizni boyitadigan, yangi g'oyalar beradigan, sizni ma'naviy zavq olishingizga katta yordam beradigan narsa. Mutolaa bor, kim mutolaa eshitadi? Hech kim eshitmaydi. Kimdir mutolaa eshitsa, mutolaa eshitinglar. Hozir ko'rsataman. Mutolaada o'tgan 1 yil davomida
Yil davomida sizni statistikangizni chiqarib boradi. Nechta kitob o'qigan, necha kuni boshqa o'qiganlar. O'sha yilni boshidan beri 94 ta kitob o'qidim. Eshitdim ko'proq. Bu eshitishga qog'ozli kitoblarni o'qiyman, bularni eshitaman. Bir kunda 176 daqiqa. Sizlarga ham tavsiya qilaman, chunki imkoniyat juda ham ko'p, o'qish kerak, boshqa siz o'zingizga ma'naviy zavq olishingizga yordam beradi. Yana bitta so'ramoqchi bo'lgan narsam, kimdir chet tilidan, ingliz qaysidir tildan sertifikat oldimi yoki yo'qmi? Olgan bo'lsa, pulinglarni qayta oldinglarmi? Ya hali qayta olmadinglarmi? Aytmoqchi bo'lganim, Yoshlar ishlari agentligining zo'r loyihalari bor, hammani xabari bor. Chet tildan, qaysidir tildan sertifikat olsanglar, C1 darajasida pulinglarni qayta olsanglar bo'ladi. Men o'zim ham bir necha marta qaytib olganman, yaxshi bo'lgan, ingliz tilidan, koreys tilidan imtihonlar topshirib, o'sha o'tish balidan o'tib qaytib olganman. Sizlarga ham hozir imkoniyatingiz bor, maktabni bitirguncha imtihon topshirib, qaysidir tilni o'rganayotgan bo'lsanglar, o'sha tilni yaxshilab pulinglarni qaytib olinglar. Bu ham davlatimizni o'sha yoshlarga qaratilgan zo'r loyihalardan bittasi. Mana shu imkoniyatlardan oqilona foydalanib qolishingizni so'rayman. Bu men o'zbek adabiyotidan eng yaxshi ko'rgan kitoblarim maktabga qo'yaman. Vaqtinglar bo'lganda o'qinglar. Buyoqqa. Rahmat sizga ham. O'zingizni vaqtingizni ayamaganingiz uchun. Havas qildim. Men ham 2 nafar o'g'il farzand o'stiryapman. Xudo xolasa men ham chet ellarda o'qitish niyatim bor. Iloyim barchani nimaiki niyatlari bo'lsa, shu qatorida sizni ham nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, hammani barcha niyatlari ushalsin. O'qishlaringizga, ishlaringizga rivoj tilayman. Doimo omad. Rahmat. Tomondan bitta Mutolaa jamiyatining respublika bo'yicha raisi Javlon Jovliyevni kitobini olgan. Bitta qiz bola, bitta o'g'il bola. 189 ni biz bo'lamiz. Bittasi voyaniga kiraman degan. Bittasi qiz bola, bilmadim nimagadir kiraman degan esimdan chiqmagan. Agar bir 20% reytingdan odam buni tushunib qancha kitob o'qisam bo'ladi desa, 5-6 kitob o'qishing bo'ladi degan. Lekin ana 5-6 kitob topicha minglab kitob o'qish kerak degan. Shuning uchun minglab kitob o'qinglar, olim bo'lasizlar, xudo xolasa yaxshi inson bo'lasizlar. Salom.